Assalomu alaykum. Bugun ko'rib o'tadigan trade recapimiz NQdan olingan bugungi kun New York sessionda. Xo'sh, 2 error yaqinlikka yetib ketilgan. Xo'sh, o'zi qanaqa qilib biroz aniqlandi. Birinchi bo'lib pre-market qilgan holatimda men birinchi loy ichilganini ko'rdim. Va mana shu joyda bizda SMT bo'lgan. +1 confirm. Bu ham S&P 500 bilan ham Mandardagi Dow Jones bilan ham bo'lgan. Xo'sh, biz SMT ni ko'rdik, yaxshi. Undan keyin men time frame alignment bo'yicha M15 time frame ga o'tgan vaqtimda nimani ko'rdim? Men US30'da men pastda, to есть London sessionda S&P bo'lganini ko'rdim. Undan keyin esa bizda ko'rishimiz mumkin CACD'mizga touch berib chiqib ketgan. Undan keyin ko'rishimiz mumkin bizda ochiq joylar qolib ketgan. Men qanaqa ko'rdim? Kirgan vaqtim menda high olinmagan ekan, equal high bizda downtrend boshlangan. To есть biza qaysi PDR gacha retracement bo'lib tushayotganini ko'rdim. Va meni birinchi aniqlaydigan nuqtalarim bu M15 time frame'da point nuqtalari. Birinchisi bu imbalance, bu o'sha FVG'miz. Mana bu joydagi bizdagi order blokimiz aktualni turgandi. Shuning uchun aktualni turgandi. Undan keyin ham bizani OTM'imizga ham to'g'ri tushadi. 0.62 va 0.79 o'rta zonalarga to'g'ri tushadi. Va shundan ko'rgan holatda shunga tushgandan keyin soat 11:30 da men bu yerda trade olishga qaror qildim. O'sha tomonni o'chirib turamiz. Men bu joyda men bitta errorni chizib olaman. Bu bizani ichki likvidimiz. Error ichki likvid sifatida foydalanaman. Xo'sh. Shu errormizga kelgan vaqtimiz o'sha FVG'mizga, to есть imbalance ham order blokimizga kelgan vaqtimiz men 130 bilan men bitta SMT bo'lganini ko'rdim. Bu menga tasdiq berdi. Chunki bu yerdan endi nasib bo'lsa ketishi mumkin degan holatda. Keyin M1 ga o'tgan holatimda M1 da ko'rishimiz mumkin bizda SMT bo'lyapti ham liquidity yetgan IFV ga qoldirib ketilyapti. Liquidity yetgan IFV ga qoldirib ketyapti. Ham men mana shu IFV dan kirishga harakat qildim, lekin M15 dagi men liquidity ichki liquidity yetgan FVGdan IFVdan to есть yaqin bizani MMXM bo'yicha o'zgarib o'tamiz. Mana shu joyni kechirsak. To есть MMXM bu yerda qanaqa qilib bo'ldi deydigan bo'lsak, bizada mana bu joyimiz bizada mana OC rolda o'ynab berdi va undan keyin ko'rishimiz mumkin bizada soat 10:25 da obimizga kelib touch berib, sekin ko'rishimiz mumkin bir-birovidan equal lowlar equal highlar tashab ketdi. Va mana shu joyda pastda low riskdan kirib oldim. To есть SMR bo'lgan holatda ham SMT, mayda time frame SMT kuzatmadim. SMT kuzatdim faqat men bu nuqtaga nazar S&P 500 bilan men bu nuqtada SMT bo'lganini ko'rdim. Xo'sh, undan keyin entry qilingandan keyin ko'rishimiz mumkin low risk va bizda o'zi accumulation holati boshlandi. Birinchi fazasi low riskdan keyin bizda range low bor edi va range high bor edi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin bizda Dow Jones bilan SMT bo'lib qoldi. Bu SMT M15 FVG ga to'g'ri kelishi kerak menimcha. Davlat mana bu M15 FVG ga to'g'ri kelishi kerak. Mana bu joyda esa ko'rishimiz mumkin M15 FVG ni nima qilib qo'ydi? O'zi M15 FVG ga javob berib qo'ydi. Bu yerda PDRlarga nisbatan SMT bo'lmoqda. Xo'sh, undan keyin men bildimki, bu o'zi bu yuqoriga ketsa kerak deb turib. Oxirida bizda o'sha equal low OC ga hujum qilish jarayonida men yana bitta trade ochishim mumkin edi, lekin meni trade planim tugaganligi uchun men ochishga qaror qilmadim. Xo'sh, bu yerda qanaqa holat desak, bu yerda bizda range high bor va mana bu pastimizda range low bor. Okey. Range low bor. Va bizada mana bu joyda esa Dow Jones bilan SMT holati kuzatildi va mana bu joyda liquidness, to есть range low ni yetgan joy bizada IFVG rolini o'ynab berdi va mana shu joyda o'zida ham, shu IFVG dan entry qilgan tarzimda ham equal high gacha ishlasam ham, borsam mana bu range high gacha ishlasam ham 2 error bor edi. Lekin men mana shu joyda ishlab chiqdim. Menimcha hamma narsasi tushunarli. To есть men OC bizada low risk pastga tushib ketyapti. Bizada distribution holati, keyin pastga tushib ketyapti. Bizada redistribution holati va ko'rishimiz mumkin har bittasini o'zining likvidiga javob berib, откат degan to есть reaksiyasini berib ketyapti. Men mana bu joyda to есть ikkinchi oyoqda ikkinchi fazani, to есть distribution fazasini highga chiqib ketdim. Keyin bu yoqqa bu o'zi o'sha reaksiyasini berib, oxirgi nuqtada ham ishlasa bo'ladi. Вот. Bugungi trade recapim shu edi. Hammaga rahmat. Seksualniy, brat. Oxirida men bu likvidlar fazalarga bo'ling deb bermoqchi edim, o'zingiz joyimga solib qo'ydingiz. Prosta aka bu narsa super. o'zi Молодцы. likvidga bo'lib ajratib o'rgandim aka, o'zi bo'lmasa bilmasdim. Sovchik! Mujak, блядь! Bor ekan shunaqa odam, zaybal! Bunchasi beradi pulni oqlamaydi amiga eshitsin. Bor ekan-ku mana. Bo'ldi mana. Men bu joylarda ham og'ziga berib tashlayotganligini, oddiy o'rgatilgan narsa bilan daji qo'rqinchli mo'j qaytib ketib qolar. Mo'j turib ketar degan joyda ham lekin SMT bilan og'ziga berib range high low ni aniqlaydigan uchunik bor ekan-ku, amiga eshitsin boru. Oh, bля. Shaning pizdesga tomosha qildim. Finaligimda 8 ko'rib dirra o'rganib esimga tushib ketib qoldi. O'shanaqa kayf berib yubordi. Hazil. Zo'r, brat, zo'r. Monster нахуй. Просто супер. Ya'ni Idealito, Dito, Chito, Margarito buyog'i, brat. Ozgina nafas olay. Tugatgunizcha yuragim qinidan chiqib ketay dedi, xato qilib qo'ymasin.
Zo'r. Ne unaqa deyapman bilyapsizmi? Bugun pizdes ham marangli ham jismoniy charchadim. Kun qandaydir og'ritdi-da. Ha. Kelayotgandim. Shunaqa kayfiyatni ko'tardingiz. Kunda shunaqani Nasdaq BM session'da olib chiqib qo'yadi-yu, shuncha loslarni yo'qotgandan keyin. Xuddi shunaqa bo'ldi. Молодцы. Endi qarang. Tafakkur qilib ko'rdingiz-a? Esingizmi? MMX ham topolmayapman. MMX ham o'rgatmadingiz-ku hali. Biz hali MMX ga kelmadik-ku. To'xtang, yozmay turing deb dovdiraganlaringiz esingizga tushyapti. Endi qarang. Nega buni aytyapman? MMX'da odam qaysi order flow bo'yicha to'g'ri o'ynash kerakligini bilsa va o'sha range'da, to есть o'sha trend oralig'idagi kerakli range'ni tanlaydi. O'shani o'zini MMX ham qilib yasab olib, o'shanda o'ynaydi. Gapimni tushunyapsiz-a? Siz shuncha katta fazadan mana shugina SMTni olib o'ynadingiz. Tushunyapsiz-da? Yokida shu SMTni, tfu bile, SMTni olib o'ynadingiz dedimmi? Sikyordim jalab. Hayajondaman, sorry. Maza qilyapman chunki, brat, to'g'ri tushuning. Anchadan beri meni uchinchiklarim bunaqa xursand qilmagandi. Qilmovdi ham. Mana bu MMX'da o'ynayapsiz. Ko'rdingiz? Zo'r-a? Ya'ni nima desa bo'ladi? Low risk emas, почти free risk. Mana bu ozgina asabingizga tegadi, qarang. CFD'da trade qilsangiz agar mana buni tagiga qo'yavering mana bunaqa joylarda. Chunki mana bu ikkalasi ham teppa-teng-ku, mana bu. Ko'rdingizmi? Ozgina mazasini qochirishi mumkin-da. Sabab. Mana bu yibanashga ham bir ketadigan odati bor. Lekin mana bunaqa joyda SMT ko'rsangiz, da bo'ldi. Uje ketadi. Keyin bu yoqqa ushlamoqchi bo'lsangiz agar, endi bezubitga masalasiga keladigan bo'lsak, bezubitga mana bunaqa itl qilib ketadi-yu, xullas. Advanced market structure loan yasab ketadi, high yasab ketadi-yu, shu oxirgi yasagan joyiga qo'ysangiz, o'sha joyga qaytib kelmaydi. Ko'ryapsizmi? Misol uchun bu yerdan kirgan taqdiringizda ham stop berda bo'lsa, qarang, borib, to есть tepani urib, keyin qaytyapti. Yana bitta narsani bilasizmi? To что qachon itl ITH invalid bo'ladi, qachonki u o'sha fazada shakllangan MMXM ni yakunlab qo'ysa. Bu degani mana yoqdagi OSini olib qaytyapti-yu. Mana bu itl emas endi. Chunki buni vazifasi qayergacha edi? Mana bu yerdagi Osigacha. yasagan equal high asosidagi OSgacha. Tushundingizmi? Buni bilasizmi? Bilaman aka. Endi bilib oldingizmi? Xullas nima bo'lsa ham zo'r. Zo'r, kayf. Keyingisi. Xo'sh, assalomu 22 soat oldin. Demak, kechagi trade to'g'rimi? alaykum. Shunaqa, Bugungi sanamiz bu 10-chi emas, 9-chi sanani 9-iyulda ko'rib chiqamiz. Debrief qilib, do'st debrief. Bu bugunni kunni yakunini yasaymiz. Do'st qanaqa pozitsiya olsak bo'ladi, o'sha qanaqa qilib analiz qilish kerak edi, qanaqa qilib qilinmadi. Do'st. Bugun men pozitsiya olganim yo'q. Chunki menga so'z vaqtim bo'lgani yo'q. Tushunarli pozitsiya ham bo'lgani yo'q. Lekin GPP USDda olmoqchi edim. Xo'sh, bizda ko'rishimiz mumkin, mana bu yerdagi low olingandan keyin bizdagi hosil bo'lgan mana bu candle. Mana bu yerga o'tamiz, euro USDga o'tsak, mana bu candlega tenglar ekan. Bugungi kunni daily biosiz, mana shu yerdan ketgan. Bizning asosiy targetimiz bu mana bu likvidность. То есть mana bu rangeda mana bu esa bu range low edi. Endi mana bu range low yaratildi. Endi high yaratilishi kerak. Mana bu high yaratilishi kerak. Low yaratildi, endi high yaratilishi kerak. Xo'sh, daily ko'rib chiqdik. Dailyda ko'rishimiz mumkin bizda yopilgan, ham bizning narrativimiz mana bulardagi equal high'lar. Mana shu yerda equal high'lar joylashgan bo'lib, shularni Shu ikkalasini bitta qilib olsangiz bo'ladi. To есть bu ikkita high'ni umumiylashtirib bitta qilib, keyin buni bitta qilib, ikkalasini equal high sifatida olsangiz bo'ladi. o'zlab mana tepaga chiqib ketadi bu ham. 4 soatlikka o'tdim. Xo'sh, 4 soatlikda biz ko'rishimiz mumkin, javob bermagan FVga qolib ketgan. Mana bu yechilgan, okey, range low, range high yechilgan. Endi bizga mana bu imbalance sifatida ishlab beradi. Bu MNB H4 ta imbalance ko'rdim. Ko'rishimiz mumkin. 500 dagi secha, to есть New York, London, to есть mana bir London bizga polностью kelib, mana shu ichki likvidностimizni yechib beryapti. Xo'sh, undan keyin biz ko'ryapmiz, H4 ga kirgandan keyin M15 ga olib o'tamiz. M15 da bizda ko'rishimiz mumkin, range da high bilan, mana shu M15 o'zini ichida ko'rsak, range da high bilan ko'rishimiz mumkin, range da low bor. Range da low bor. Bizda qanaqa bo'ldi desak, bizda mana bu yerda bitta SMT berildi euro USD bilan.
undan keyin mana bu joyda bitta SMT berildi euro USD bilan. Aytganimizdek, ikki Shundan keyin men bosqichli bildimki, SMT. M5 ga o'tilganda bizda M5imizda M5da yechgan, to есть likvidnost yechgan IFV ga bordi. Shu IFV dan yaqin likvidnostga yoki mana birinchi haygacha ishlashimiz mumkin edi, lekin ko'rishimiz mumkin, hali ketayotgani yo'q. O'zbekistonda yangi iPhone'ga master chiqadimi deyman nasib, ha? Mahmudbek. Nasib aka, nasib. Asta-sekinlik bilan chiqib ketmoqdamiz. Bu shunaqa bugungi GPK 100 dedim. Shunaqaroq narsa olsak bo'ladi degan ma'noda edim. Xo'sh, MQ ga o'tadigan bo'lsak, MQ da men boshida ozgina tushunmadim. Ozgina emas, normalni ham tushunmadim. Bizda range high bordi. Range low olingandan keyin range high ga ataka bo'ladi. Range low olingandan keyin range high ga ataka bo'ladi. Ham bu joyda ko'rishimiz mumkin M15 ga o'tsak, bizda OC shunaqa qilib olib, mana bu yerda low risk chiqib ketib redistribution oxirgi oyoqlardan qolgandi. Shunaqa qilib ishlamoqchi edim, lekin nima desam bo'ladi, ozgina tushunmay qoldim, to есть qaramay qoldim desam bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizda 4 soatlikdamidi yo H1damidi? H1da bizda ko'rishimiz mumkin, bitta FFga qolib ketgan, ham bu yerda javob berilgan ekan. Javob berilgan bo'lsa ham bitta order blok qolib ketganda va ko'rishimiz mumkin, bizda uni reverse manipulyatsiya yasadi, to есть 930 uni 15 ga, uni 15 bizda manipulyatsiya yasadi va M1 ga o'tsam menda yaqqol misol ko'rindiki, qaysi qanaqa yaqqol misol. Bizda mana bir likvidnost bor. Pastda H1 FVgimiz bor. Bu bizda likvidnost sifatida yechildi deymiz. Mana bu H1 ga o'tamizda xo'sh yechildi deb mana bu yerdagi poyni olamiz. Xo'sh, u poyni olganimizdan keyin M1 ga o'tolay. Hozir bu poyga o'tganimizdan keyin poy yechilgandan keyin biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda bizda nima bo'lyapti? 1 2 ikkita shamcha, mana bu shamchalarni yeb qo'yapti, engulf qilyapti. Eng qizig'i manimcha ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda 932 o'sha bilan qo'shaylik. Xo'sh, mana bu yechyapti, ko'rishingiz mumkin. Bu yecholmayapti. Mana shu bizda nima bo'lyapti? Mana bu joyda mana SMT ko'rdim. U yecholyapti, bu yecholmayapti. SMT 1. Bizdagi to есть original consolidation. Mana bu bizga CIC deymiz, low risk vazifasida o'chab beradi. Low risk ko'rishimiz mumkin tushib ketyapti. Undan keyin mana bu joydagi likvidnost bizga to есть distribution holatini beryapti. Mana bu joydagi likvidnost. Xo'sh, mana bu esa oxirgi redistribution holatini berayotgan joy. Ko'rishimiz mumkin, mana bu joydan low risk oldi. Low risk tepaga chiqildi bizdagi mana bu joyga ko'ramiz hozir. Chunki bu nima edi? Measuring. Yashang hopas. Buni qo'shamiz, buni qo'shamiz. Mana bu joy ekan. Bu yo'l esa bu joy. Ko'rish mana bu joy. Mana bu joy. Mana bu joy. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda SMT beryapti. Biz значит qaysi fazamiz bo'ladi? Конечно же, bu likvidnost bo'lmayapti. Mana bu yerda ham 130 bilan SMT, ham SMT 500 bilan SMT ko'rishimiz mumkin. Undan keyin mana bu likvidnostni yechishga harakat qilgan IFV ga ushlab qo'yapti. Undan keyin yuqoriga chiqib ketyapti va bizda ko'rishimiz mumkin, tepadagi ikkinchi oyog'imizda likvidnostni yechib beryapti. Tepaga chiqqandan keyin oxirgi bizdagi arkad joy mana bu joy hisoblanyapti va bu joyda biz ham 130 bilan ham SMT dan ikki karra nima desam bo'ladi? SSMT, to есть two stage SMT berilgan. Hamma joyda SSMT emas, SSMT boshqa narsa. o'zi mana bu ekan. Qarang. Men bu joyingizni bir eslatib ketay. Bu narsani aytmaganman. Yaxshi eslatib qoldingiz. Bitta asset, ya'ni mana bu Nasdaqning o'zi boshqa bir parasiga nisbatan ikkalasi 2 marta SMT bersa bu yaxshi. Yaxshiroq. Ya'ni faqat Dow Jones bilan yoki faqat ES bilan 2 marta SMT beradi-yu, mana bunaqa. 2 bosqichli SMT, two stage. Bu yaxshi. Agar Nasdaq 2 bosqich SMT ni advanced darajasi bor, men siz aytgandek, bitta nuqtaga nisbatan 2 xil assetga solishtirganda SMTsi. Tushunyapsizmi? Birinchi yoki ikkinchi bosqichlari bir-biriga o'xshamaydigan paralarga nisbatan SMT beradi. Aytganingizdek, bitta nuqtada Dow Jones bilan, bitta nuqtada ES bilan. U eng kuchli SMT. Order flow bo'yicha agar shu narsani ushlab oladigan bo'lsangiz, bo'ldi, u joydan nimasi bo'ladi, qayg'urmasangiz ham bo'ladi. Agar endi istisno holat bor, OC ga yaqin bo'lib qoladi-yu. Shunaqa joyda boyaginday ozgina ishlab chiqib ketishingizga ham imkon beradi demoqchiman даже. Agar u narsa all time highlarda bo'lib qoladigan bo'lsa, tasavvur qiling. All time highga ozgina qoldi. Boyagi birinchi recapda eslang. Mana bu joyda ham ishlab chiqib ketsam bo'lardi, lekin trade planim tugadi dedingiz-ku. Tasavvur qiling, o'shani sal ortqiroq all time high. Lekin o'sha joyda siz topdingiz va mana bunaqa ikki karra, ikki bosqichli SMT bo'lib qoldi. Eng qizig'i all time highda turganiga ko'ra juda ko'p yana yurib yuborishi ham mumkin. Tushuntira oldimmi bu holatda? Ya'ni unaqa joyda agar kirib qo'yadigan bo'lsangiz, free risk qilib turib, zelkani bemalol ushlashingiz mumkin demoqchiman. Zo'r. Yana bitta joy bor edi, men hozir bu joyga sal e'tibor qilmadim shekilli. E'tibor emas, keyin aytib ketaman dedim.
Sal bayoqroqqa qaytaylik mana shu yerlarga. Mana shu holat. Agar narx endi bu yoq bilasiz nima bo'lib ketgan rosa? Expansion bo'lib ketgan. Bu qanday chiqadi? Retracement qilib. Retracement. Shunaqa joyda mana bunaqa salkam H4 dan boshlanadigan shamchalar bir-biriga nima qiladi? Balanced bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa H1 da topganingiz bor-u, imbalance. Shunaqa qilib bo'lmaydi. Hammasi bir-biriga nima qilib ketadi? Connect qilib ketadi. Bog'liq bo'lib, tegib ketib ketaveradi. Shunaqa joyda uni strukturasi boyagi logika iptani logikasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham baribir nimaga to'g'ri kelyapti? Retracementga. Bu nima degani? Yangi svechalar bir-biriga tashqib ketganda uni chartdagi ko'rinishi low time frame'da zigzag bo'lib chiqib ketaveradi. Sizda vazifangiz mana bunaqa likid yoki mana bunaqa irili yoki mana bunaqa o'lchagacha bo'lgan nuqtada o'shani o'zini haychalari bor-u, o'shangacha maksimum yetish. Tushundingizmi? Italiyasida. Shu yergacha o'ynab ketaverasiz. Keyin aytganingizdek H1 da bo'lardi endi topsa ham. Esingizda bo'lsa M15 ni biz alohida ta'kidlagandik. Esizdami? Mana bu joy nima bo'lyapti? Xaralari likvidni yechgan likvid. FVga o'zi irili degandik, ya'ni likvid. Bu joyda baribir yana nima bo'lyapti? Likvidni yechgan likvid. Endi o'sha joydagi range high lowga shakllanishiga e'tibor bering. High shakllandi M15 bo'yicha. Low shakllandi. Hali hech qaysi joyini yechmadi, lekin trend bo'ylab bu nima qilish kerak edi? Tepaga ketish kerak edi. Agar oddiy IMD darsligini eslaydigan bo'lsak, nima edi? Biz bayga ishlamoqchi bo'lsak, ya'ni buy side'ga qayerda yetishimiz kerak? Sell side. Bo'ldi. Bu joyda pijari mana bu. Ko'rdingizmi? Keyin bu yoqda M1dagilar boyagi measuring barobatlarlar shular. Ko'ryapsizmi, siqilib ketishdi? Boyaginaqa zigzag. Shu likvidnesi yechish harakat qilgan iPhone'ga ushlab qo'yapti. Undan keyin yuqoriga chiqib ketyapti va bizda ko'rishingiz mumkin. Tepadagi ikkinchi oyog'imizda likvidnesini yechib beryapti. SSMT to есть two say SSMT degani choraklar bor-u, tasavvur qiling mana. Xo'p. 4 ta chorak bo'lsa, 6 dan boshlansa 7,5, 9, 10,5, 12. Mana 4 ta choragi. New York AM Session'da nimasi? 4 ta choragi. 1, 2, 3, 4. Bizga 3-chorak kerak. Endi SSMT degani mana shu choraklarda ichida emas, choraklar bir-biriga nisbatan haydovlarda assetlar ana bersa. SMT bersa sequential deyiladi. Ya'ni holatga ko'ra shu joyga nisbatan SSMT deyiladi. Sequential deb yoziladi. Plus olaylik. Bu Nasdaq parasi, mana shu joy Nasdaq parasi. Keldida mana bu joyda low'da ololmadi. Mana bu price action'ni eslang, hozirgi joyda. Bunday tushib ketdi, shu joyda ololmadi. Keyin bordida high'ni nima qilib qo'ydi? Olib qo'ydi. Shu joyda olaylik Dow Jonesga nisbatan SMT'si bor. Ya'ni Dow Jones high'da ololmadi. Nasdaq olib qo'ydi. Keyin pastga qaytib tushib ketdi. Mana bu joyda. Ko'rdingizmi? Bu joyda ES low'da ololmadi, lekin Dow Jones bilan Nasdaq nima qilib qo'ydi? Olib qo'ydi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni mana shu vaqt oralig'ida nargi jo'ralari ham bor-u, shu joydagi low'larni yechish yoki yecha olmaslik masalasida ketyapti. Sequential SMT. Tushundingizmi? Oddiy SMT bu oddiy SMT. SMT ya. SMT berilgan. Mana bu joyda bizda uzilman ekan. Yaxshi ko'rinib qo'ygan ekan, mana joyini belgilab qo'yib. Ko'rishimiz mumkin, reaksiyasini bergan va undan keyin oxirgi движениеga bizda mana osiga nima bilan agressiv sezyapsizmi? To'g'ri topsangiz, to'g'ri siqsangiz, har qanaqasiga nima qiladi? Yo'l yo'ringizga, chizganingizga yuraveradi. Sizning vazifangiz prosta o'shani tomiriga tushish. Tepyapti sizga. Chunki o'zingiz topyapsiz-ku mana bunaqa qo'rqinchli joylarda ham daja topib beryapsiz. Bu уже zo'r degani. Bu prям zo'r degani. Nega? Chunki ko'pchilik bitta nima qilib qoladi? Dovdirab qoladi. Teskari SMT'lar topadi. Siz teskari SMT'ni topmayotganligingizga sabab option narrative bor-u, bias'ni bilishingizda, trendni bilishingizda. Undan oldingi ipta harakati bir-biriga nisbatan qanday sodir bo'lgan. Agar bu yoq impuls bilan tushgan bo'lsa, bu yoq nima qiladi? Adin xuy esmalanib bo'lsa ham qayga nima tortib ketib qoladi. Shu narsa sizni qo'rqmasdan trend bo'ylab ishlashingizga
ikki bo'lyapti. displacementlar qoldirgan tarzda chiqib ketilgan. Bu bugungi kunda полностью overview har yuziga bitmayman, chunki uncha menga yoqmaydi bunday qilish. Zo'r. Молодцы, brat. Mana shu necha daqiqa o'tkazdik siz bilan? 20 daqiqamiz. Ba'zi birovlar bilan o'tkazgan 2 soatimizdan ming chandon afzal. Lekin siz ham men ham bilamizki, bu kunlarga yetib kelish sizga ham menga ham oson bo'lmadi. Siz ham ba'zi birovlarga o'xshab 2 soatlarda ko'rdim demay ko'dingizga yetib qolgan joylaringiz bo'lgan. Lekin eng muhimi to'xtamadingiz. Ko't bo'lib qolmadingiz, xafa bo'lib qolmadingiz. To'g'ri tushundingiz, bosish kerak ekan, bo'ldi, bosish kerak. Qanaqa qilib, shunaqa qilib. Oddiy ko'rsatilgan narsalar bo'yicha просто super. Sezdingizmi? Ana og'ir narsa yo'q. Men sizga lekin mukammal qilib tushuntirib berganman. Siz menga juda oddiy va sodda qilib ko'rsatib berdingiz. Men o'sha ekan qildim. Молодцы. Nima qilamiz? Tamam aka, yana nima qilaman? Shuni ayting, nima qilaysan? Yana bitta qoldi, esingizdami? Yana ikkita degandik. Shu yerda sharhlab berishda, esizdami? Ha, esimda. Keling. Qat'iy 1 Keyin soatda nima siz bilan qilaylik aka? mazmunli o'tkazaylik. Xuddi shunaqa narsani davom ettirasiz, faqat ko'proq qilib. Tushundingizmi? Anoyizni oching, Google Meetingingizni oching-da. Bugungisini menga anaqa bering. Nima bo'ladi? Izohlab bering, sharhlab bering, tavsiflab bering. Ammo bitta narsa zo'r, mayda-mayda qilyapsiz-ku. Saralab chertib. Hozir bu trenirovочный bo'lganligi uchun sizga bosim beryapman. Ya'ni ko'proq qilishingizni talab qilyapman. Aslida real hayotda, real trading atmospherida siz o'zingizga komfort zonani tanlab, ya'ni bitta qilish kerakmi haftasiga, bu zo'r. Men qarshi emasman. Bemalol gazini bosing. Bir haftada bitta trade yetadi. То есть har kuni bitta trade qilgandan ko'ra shu yaxshi. Chunki o'zingizni momentingizni kutib trade qilyapsiz-da. Shunisi e'tiborga molik, respectful. Shuni hisobiga ozgina chidab turasiz, to'shto. Men sizdan trenirovkada, mana bu mashg'ulot jarayonida ko'proq narsa talab qilsam, miyangiz zo'r qilib qolsa, yo charchab qolsangiz, yo miyangiz ishlamay qolsa, u o'zingizga foydangizga bo'layotganligini hisobini oling-da. O'zingizga men sizga bergan bosimdan-da ko'prog'ini bering va uqtiringki, to'shto siz bundan ko'prog'iga qodirsiz. Tushunyapsizmi? Agar siz bundan ko'prog'iga qodir bo'lmaganingizda, bu yergacha siz bilan yetib kelmagan bo'lardik. Davay. Misol uchun qaysi pari olaylik. Yomon ko'rgan narsangizni qarang, yana aytyapman. Bu hozirgi holatimiz sizga abadiy emas. Ya'ni men sizni butun umr shunaqa ishlashga targ'ib qilmoqchi emasman. Prosta tak trenirovkada miyangizni qiynayapman. Atak agar real bozorda trader kap qiladigan bo'lsangiz yoki сделка ochadigan bo'lsangiz, o'zingiz bo'ling, bo'ldi. Mana bu hozirgi Pixie qanaqa ishlayapti? Menga ikkitaga tashlagan videoingizdagi qanaqa sharhlayapti? Xuddi o'shanaqa Pixie bo'lib ishlang. Xo'pmi? Bo'ldi aka. Bo'ldi. Mana qiling, qani? She'r bo'ldi aka. Ha, she'r bo'ldi. Ovozim eshitilyapti? Nima deysiz? Bo'ldi, bosing. O'zingizni bosh qo'ying. Qaysida qilib berasiz? Goldda bu haftani polni bitta anaqa bering, obzor qilib bering. Xohlasangiz 10 minut beraman, ko'rib chiqasiz. Keyin bemalol nima qilamiz? Ungacha men pauza qilib turaman. Bemalol, faqat shoshmang. Men sizga bosim degandan to'ysiz, hozir emas. Prosta bosim qanaqa? Logichniy, ko'proq shu narsani ustida ishlaydigan narsani miyangizga singdirmoqchiman. Menga qani sen zo'r qilibsan, hozir yana menga hozir bitta qilib berchi demayapman. Tushunyapsiz-a? Shuning uchun pauza olishga 10 minut bemalol ko'rib chiqishga vaqtingiz bor. Rozimisiz? Agar menga shu joyda o'z og'zingga berib tashlayman deydigan bo'lsangiz ham zo'r. Qaysi biri? Endi unchalik emas aka, prosta O'zingizga pas baho bering. O'zingda hayajon bor aka, hayajon. Hayajon menda bo'lish kerak, sizda emas.
Manda bitta anaqa narsasi borda. Kimdir qarab o'tiradi yoki nimadir bo'ladiki, film aylanmay qoladi shunaqa joylarga. Bo'ldi aka. Shunday pauza Go. Chunki men oltinda ko'p ishlamagandan keyin uncha o'zi qaragan ham qilmayapsiz-da, o'shancha. Logikani GDCF parasiga ham tushirsa bo'ladi. Biz harakat qilamiz aka. Xo'sh. Biza ko'rishimiz mumkin. O'zi down trenddamiz. Qaysi bizadagi manberdagi likvidness yechilgan. Bu likvidness yechilgandan keyin ko'rishimiz mumkin. Qisqa откат berilgan. I men endi ko'raman, hozir qayergacha tushishimiz mumkin. Keyingi tushadigan joyimiz menimcha men manber deb o'ylayman. Agar tushib ketsak, shu data va shu moment ketib, lekin tushib ketamiz deb o'ylayman. O'shaning uchun men 4 soatlikka qarasam, 4 soatlikda biz mana shu price action'ni oladigan bo'lsak, down trenddamiz. O'shaning uchun men maksimalroq shu sell trendga qo'shilib olishga harakat qilaman. Bizda ko'rishimiz mumkin, men bir range low yechilgan va range high'ga ataka berilyapti. Undan keyin bizadagi men bir katta gapni 50% dan reaksiyasini olib, manberdagi PDR nuqtamizgacha borib beryapti. PDR nuqtamizgacha borib beryapti. Undan keyin ko'rishimiz mumkin, mana bu yechilyapti-da, hozir. Bu ham yechilyapti ekan. Xo'sh, undan keyin o'zimiz ko'rishimiz mumkin, bizda ichki likvidness tashlab ketilyapti. Mana bu joyda. To есть FVG. Kichkina joycha bizga FVG rolini o'ynab beryapti. To есть hafta shu yerdan boshlanyapti. M15 ga o'tadigan bo'lsam, men M15 da ko'rishim mumkin, men bu yerdagi range low'ni yechilishini, lekin bu o'zi 18:05, to есть kunni tugashida, yangi kun ochilishida bo'layotganligi uchun men bu yerdan pastdan olib chiqaman. Nima qilish kerakligini. Xo'sh. Mana bu joyda, to есть bizda ko'rishimiz mumkin, bizda FVG'miz bor. Ham OB'miz ham bor. Undan keyin ko'rishimiz mumkin, bizda o'zimizda nimamiz bor edi, 1 2 3 yechilyapti. Undan keyin mana shu low'da bizda hak bilan, to есть mana bu low'da bizda hak bilan SMT berilyapti. Hak bilan SMT berilyapti. O'zimizda mana bu yerdan OB tashlab ketilyapti. OB plus. Xo'sh, qaytib o'tadigan bo'lsak, M15 ga OB ga o'zi touch berib ketyapti. Ham mana bu yerda olsak, biz 0.5 qilib 0.5 ga ham kelib beryapti. M5 ga o'tamiz. Biz PDR qidirish uchun. Yaxshi. Xo'sh, ko'rishimiz mumkin, bizda bu likvidness yechilgan, ham mana bu joyda SMT'miz bor. Birinchi SMT. Undan keyin bizda birinchi IFV'miz tashlab ketilyapti. Lekin bu joyga kelib bermasligining sababi measuring gap hisoblanadi. Bu measuring gapdan mana bu yerdan SMT olinyapti. Молодцы. SMT olinyapti. Shu measuring gapdan entry qilinib, tamom bir range high'gacha ishlab chiqib ketsak bo'ladi. Bu range high'ga borgandan keyin bizda mana bu yerda likvidness hosil bo'lyapti. Bu range high'ga aynalyapti, bu low'ga aynalyapti. Xo'sh. Красавчик. Shu holatda men range high va range high'da SMT ko'rdim. Mana bu joyda. Ham bu joy nima qilib beryapti? Bizga internal range liquidity'ni yechib beryapti. To есть H4 FVG'ni yechib beryapti. O'shaning uchun ham men bu yerda SMT ko'rdim va
ko'rishimiz mumkin siqilib chiqyapti. Retrace qilib hammani yechib bergandan keyin bizdagi reaksiyaga to есть mana bu shamchani 1, 2, 3 yechib qo'yapti. Oxiridagi mana bu ikkita shamcha bizga bittasi measuring bo'lib ishlab beryapti. Kichkina такой mana bu yerdagi va o'shandan reaksiyasini olib tushib ketyapti. Biz M15 da ko'radigan bo'lsak, M15 da bizda ana xuddi shu joyda FVGimiz borda ham mana bu yerda OBimiz tashlab ketiladi. Shu OBga reaksiyasini berib, mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. CSD qilib, CSDga reaksiyasini berib ketib boryapti. Bundan keyin shu range low'ga ataka bo'ldi. Range low'ga ataka bo'lgandan keyin bizda o'sha 4 soatlikka qarashimiz mumkin. Mana bu yerda u range low'ni yechganimizdan keyin biza mana bu yerdagi internal range liquidity to есть yo'q ketib qolibdi. Mana bu yerda. Mana shu joy qolib ketdi. Bu yog'ini tushungan bo'lsak, o'ylab turaman. O'zim tushunamiz uchun. Xo'sh, bu joyda, mana bu joyda o'sha range low yechilganidan keyin biz ko'rishimiz mumkin, accumulation holati boshlandi. M5 ga o'tib olamiz. Bizda accumulation holati boshlandi. Mana shu yerda o'zi bitta narsani ko'rib olsam, mana bu lowda Kumush bilan Williamni yozsam. tushundingiz-a? Orqaroqdagi lov. Nariyoqdagi bor-ku, goldda. Men buni yechib qo'ygan ekan-da o'sha. Da. Buni Eslasizmi? yechib qo'ygan ekan. 60 ga qarash kerak, yaxshiroq tortga. 70 ga qarash kerak. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yechilmagan ekan, lekin mana bu joylarga nisbatan menimcha Keyingisida, keyingi lovni oling. Yana bitta. O'shani kumush ichib qo'ygan, gold bu yoqda yechmayapti. da. Mana bu joyda bo'libdi. Va o'sha joydan ko'rishimiz mumkin, birinchi mana bu o'zi ingolf yasab qo'ygan. Mana shu ingolfdan IOFET qilib, IOFET qilib chiqib ketyapti. Tepadagi mana bu haygacha. молодцы. Muhimi range high topib olish. Bunday. Shunday. Shu joygacha chiqib ketyapti. Mana bu yerda ko'ramiz. Demak, bu yerda bir xil bo'lib qolsa, orqaroqdagi highlarga nisbatan nimasi bo'ladi? SMT bo'ladi. Yashang. Xo'sh, mana bu joyda SMT bor ekan, mana bu range highda. SMT yasalgan ekan, mana bu olyapti, bu ololmay qolyapti. Shu sababdan biz ko'rishimiz mumkin, M5 ga o'tadi. Ctrl Z ni bosib oling. Xo'sh, mana bu joyda SMT yana ketilyapti. Mana bu hayga. Bu yechilyapti. Yo'q, yechgan ekanman. Nima berdi? Rol o'ynab bergan bo'lishim. Vaqt 12:30, 13:30. O'zi PM boshlanib ketgan ekan. Shu bilan mana bu range liquidity'ni yechgan ekan. Yes sir. Range liquidity'ni yechgan ekan, internalda bu qaytarib bergan qayergacha? Mana bu yerdagi ichki likvidimizgacha qaytarib bergan. 50% qonuniyati. Bunda O'zingiz ko'rishingiz mumkin, 50% ga borib bergan. Mana bu hayda men esingga ko'rdim. FVG ga zo'r chiqibdi-da. Mana bu yerda ekan SMT. Yashang. SMT berilgan. Bizda ko'rishimiz mumkin 1, 2, 3, 4 ta secha tushib kelgan. Shuni ham 50% ni tortsak,
O'sha liquidga borib, manimcha M5 da yaxshiroq ko'ringan, o'sha iPhone'ga qolib ketganini. Topdingiz. Izlagan imkon topar. Izlamagan bahona. iPhone'ga qolib ketganiga ham 355 London kelgan Bum. Silver Bullet. Bum. Bum etgan aka shu bilan oqib ketgan ekan. Shu joydagi Silver Bullet logikasidagi hech kimga aytmagan gapni aytib ketaman. Bu gapga loyiqsiz. Bu informatsiyani bilishga. O'zi har kim ozgina farosatini ishlatsa, tushunib olardi. Ko'pchilik bu narsani bilmayman, xohlamaydimi. O'shaning uchun ham bilmasa kerak deb o'ylayman. Silver Bullet vaqtidagi va Macrotime vaqtidagi iFVG'lar kuchliroq kim oddiy FVG'ga qaraganda. Tushundingizmi? Bo'lib ham u trendga qarshi chiqmasdan order flow bo'yicha topilsa. Chunki FVG'lar qayerda? Hamma joyda. iFVG'lar qayerda? Liquidity yechgan joylarda. U joylar nima bo'ladi katta ehtimol? Range high yoki low yechilgan joy bo'ladi. Demak, nima qilgan bo'ladi? Order flowga ko'ra itahitlsini yasagan bo'ladi. Uni qanday topamiz? SMT asosida. Bo'lib ham chala-chulpa eshak mindi SMT'lar emas. Konkretniy bu ham nima bo'lishi kerak? Order flow bo'yicha bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Yaqqol mana misol o'zingiz mana bu joyni topdingiz. Prosta ko'pchilik bu narsani yo bilmaydi, yo e'tibor qilmaydi. Bu faktga loyiqligingiz uchun shuni sharhini sizga ozgina sekret ham deyilmaydi-yu endi. Shu informatsiyasini berib ketdim. Значит, o'sha makro vaqtlarda tashkil topgan iPhone'ga FVG'lar kuchli ishlanadi, to'g'rimi? Da. O'zi aslida itahitil yasalgandan keyin narx impuls bilan uchadi-yu. O'sha narsa Macrotime ga to'g'ri kelsa yoki Silver Bullet ga to'g'ri kelsa, order flow bo'yicha bo'lsa, jam oddiy FVG ga qaraganda iFVG ni ishlatsangiz zo'r bo'ladi demoqchiman. To есть yaxshiroq. Boyagi impuls nega bu qadar harakat qilganligini tushunish osonroq bo'ladi. Chunki oddiy iFVG bo'ldi, Silver Bullet, Macrotime ketdi. Masta degan narsani beradi u. Chunki uni tagida prosta FVG dan ketib qoldi masta, tushunyapsizmi? Unaqa narsaga men misol boshida ishonganman, hozir kimdir o'rganmoqchi bo'lsa bu narsani nihoya kallangni ishlat deyman-da. O'zingni och deyman. Unaqa emas deyman. Chunki bunday tagini o'ylab qaraydigan bo'lsangiz ham nikak iloji yo'qda oddiy FVG dan unaqa impuls bilan uchib ketishini tushunyapsizmi? Undan oldingi sababiyat qiziq bo'ladi. Undan oldingi mohiyatini tushunish kerak bo'ladi. Shu orqali nega oddiy FVG dan uchib ketganligini tushunib olasiz keyin. Keyin kimdir sizga mana bu joyda FVG dan impuls otdi desam, basharasiga kirib qo'yasiz. Mana shunaqa qilib qo'yasiz. Zo'r. Молодец, menga o'rgat qanday topding deb. Yaxshi, keyinchi? Keyin ko'rishimiz mumkin. Yo'q, qilyapman hali. Xo'sh, mana bu yerda bizda measuring bor. To есть London Silver Bullet yasagan. Bizda 9:30 shu New York sessionda biz measuringga chiqib beryapmiz. Ham M5 ga o'tsam, menimcha yaxshiroq ko'rinadi shu joy. Da. Sezdingiz-a? Mana bu yerda bo'lyapti, to'g'rimi? Mana bu joyda. Yo'q. Orqaroqqa qarang. Mana bu 7:30 bilan, o'sha hayda kumushda, Gold nima qilyapti? Kumush nima qila olmayapti. Mana bu yerda bitta SMT bo'ldi. Ham mana bu liquidity yechgan.
Ikkinchi SMT esa o'sha highga nisbatan. Mana bunaqasiga bo'lyapti, to'g'rimi? Tortib to'g'rilab qo'ying kichkinani oxirgi highga. O'sha tarafda ana yashil boru tepada chiqib ketgan joyga tortib qo'ying. O'ng tarafdagi anosini, chizig'ini. Tepaga, nariga oxirgi haychasi boru. O'sha yerga nisbatan bo'ldi. Ko'rdingizmi? Guruchga qarang. Endi Mana shu ikkita stageli SMT bo'ldi endi. Shu joyda keyin IFVga entry business boom. Alfaga entry. Vaqti ham to'g'ri kelyapti mana bu yerda. Qarang, equal ular ana dovdirga o'xshab turibdi-da. Yo'q, shu yerga kelasizlarmi? Voy, bilmabmiz deganday. Qorronni o'zi aslida qoldirib ketgan. Keyingi safar bilet o'ynashni oldiga kelish uchun jalab. Keyin biz mana bu likvidностьni o'sha vaqtda yechdik. Yechganimizdan keyin xo'sh. Bu yechilgandan keyin bizaga bir soatlik juda xunuk bo'lib ketdi. Listni spiskani shunday bu yoqqa surib qo'ying, chart ko'proq ko'rinsin. Xo'sh, keyin bizada ko'rishimiz mumkin, mana bu range low'ni yechgan. IFVga rolini o'ynab beryapti. Bu o'sha joygacha retrace qilib tushyapti. Da. Mana bu ERL'ni yechyapti. O'sha joy uchun kichkina nima? Range high, range low bo'lib beryapti. Da, mana bunaqasiga. Tepada keyin yana equal highlar dovdirga o'xshab. Yo'q, Cho'pda. shu yerga chiqasini qo'yib turib olyapti. Impuls Shu joyda range kaypa. Mana shu joy tushundingizmi logikasini qarang. hozir ASMT'ni ham ko'rsak, bundan ham yaxshi tushunadimi? Hozircha SMT bor topdingizmi? Orqaroqda. Orqaroqda. Ana shu malades. Yashang hopiz. SMT. Xo'sh, SMT berilgan ham likvidnost sechilyapti. Ham bizda o'sha H1da FVG, IFVG i mana qilib qo'ygan bo'laman. Keyin mana bu yerda ERL yechilyapti. Ana shu joyga endi M5 da o'tib qarashimiz kerak. Xo'sh. Mana bu yerda bizda SMT bo'lyapti. Bu oxirgi ikkinchisi, undan oldingi birinchisi qani? Birinchisi deysizmi? Mana bu bo'ladi? Yo'q, o'zlashdi. Kalla ishlayapti. Ana o'sha. Yo'q, bitta o'tkazing. Bir dona chapga. Ana shu. Ko'rdingizmi? Lekin bu mana bunaqasiga SMT'si bor-ku. Bu yechyapti, mana bu esa yecholmayapti. Logikasi ham chalg'itayotgan mantig'i ham shunda demoqchiman-da, tushundingizmi? M5 dagi mayda shamchani yechdi deb turib, общий kartinkaga ko'z yumib keta olmaysiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. E'tibor qiling shu joyiga. Vashi tushib ketib qolyapti. Bu tusha olmayapti o'sha joygacha gold. Ko'rishimiz mumkin mana bu yerda. Mana bu tepada bizda range highlarimiz bor. Chiqyapti, menimcha mana shularda M1 ga o'tsam normalniy bergan narsa bergan. SMTdan keyin mana ko'rishimiz mumkin. SMTdan keyin iPhone'dagidan reaksiyasini olib ketayotgan ekan. Ham bu measuringga to'g'ri kelyapti ekan.
Krasavchik. Measuringga to'g'ri kelyapti ekan. Vaqt tizildi. Kech ekan PM. Yo'q. Aziya boshlanishimi bu? Mhm. Xo'sh. Aziyada o'zi range qayga chiqib beradi. Yo, -4 bo'lsa Aziya emas, London-ku. 12:00 ku. Oddiy 12 emas. Yo'q, bo'ldi. Вот shu yana ketdik, keyin yana bitta shu measuring. Shu bilan shunaqa qilib, manba haydi, range haydi. Sekin yechib qo'yibmiz. Keyinchi qayerda sentesim bor? Ha? Yo'q. Ha. Aha, qarabez, kelibdi. Nima bo'pti? Hozircha mana KTFdan ko'rinadigan hech yo'q menimcha. O'sha shamcha, o'sha shamchaga qarang. Gold yechgan-ku. Kumush yecholmagan. Yo'q, gold yechmagan. Yo'q, gold yechmagan mana. Ko'z ko'raveradi. Gold bu yoqda load yechib qo'ygan-ku o'shani. Siz hayda aytyapsizmi? Men pastdagisini aytyapman. Irilib bo'lib turgan joy bor, measuringga javob berib ketgan qora ushladingiz-ku. Mana bumi? Yo'q, pasi. Mana bumi? O'shani yechgan. Mana bu tepada how USD. Mana yecholmagan. Mana bu mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham yecholmagan. Torting. Men nima deyotganimni tushunmayapsiz. Ha, endi qarang bu yoqqa. Yo'q, men bu hayga ishlashni ko'rayapman. Ha, men o'sha yoqdan qaytyapsizmi debman, boya topdingiz-ku. Ya, measuringdan yana 25 ketamiz. Yana shu liquidity yechilgan joyi. Mana shu joyda bo'lishi mumkin, nimadir hozir. Afsuski yo'q ekan. Mana bu joyda bor ekan faqat. Kichkina takoy mana bunaqasiga. Свечной. Bu yechilmayapti. Keyin ko'rishimiz mumkin bizda. Alfaga и bu 7:35 уже minut boshlanishi. Почти overlap tugagan payt ekan. Mana shu range highga keyin atakaga boryapmiz. Undan keyin shu bilan mana range'da juda yuribmiz-da bo'g'anadan beri. Bir kundan beri. Nice. Endi outlook qanday bo'ladi? Outlook. Outlook. Nima u outlook deysizmi? Keyingi listalarmi? Ha, shunaqa. O'zingizni kutilmangiz qanaqa? Prosta Mani kutilmam. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu haylar hech qaysi hal buzilib kelayotgani yo'q. Bu haylar hal buzilib kelayotgani yo'q. Endi mana bu hay buzilsa, menimcha o'zi mana boshlanadimi deb turibdi. Reverse'dan. Yo'q bo'lmasa ko'rishimiz mumkin. Bizadagi mana bu yerda order blokdan bichara buzib o'tolmayapti. inson bu order blok emas-ku, bilat, ey. Qo'ysangizchi, buni order blok demasangizchi. Yashillarni Men bu yerda qarang, bilaman. oshnalarni. Oshnalarning ahvolini qarang, qanaqa chiqib ketyapti. Ha. Uzr. Orqasidagi ikkita qora shamchani bay uchun order blok desangiz, sal ha deb qo'yardim. Bu qanaqa bu hozir sel ushlab qoladi. O'zingiz aytganda range high yechilgani yo'q. Bunda yechib SMT berib qo'ydi. Qarang, lowga. Kumush gold to'g'rilang, ana golddagi oxirgi low yechilgan lowga qarang, minimum deb turgan. Bu yoqdagisi. O'sha. Endi oxirgi high qaysi bo'ladi shunda? Minimalka deb olsangiz ham,
Oraliqdagi ani yashil kamcha bor-u tushishdagi. Bitta dona o'sib turibdi. Manmi? Yo'q, bitta dona yashil Manmi? kamcha deyapman. Bumi? Undan oldin tushishdagi 22-sana. Mana bu. Ha. O'shani likvidigacha bo'lsa ham хотя бы bor harakat. Atak range high qayerda? Tepasida chizganingizdek. Nega? Chunki undan oldingi range low olindi. Undan keyin bizda SMT bor. Keyin engulfing bashara harakatlar bo'lyapti. Keyin mana bunaqa boyagi H1dagi joymidi? H4dagi joymi? Men pastni aytdim-ku e'lonini. Siz aytdingiz, men hali tepaga nega chiqayotganini eslolmadim dedingiz. Ha, H4 ekan. Yo'q, H4 mi? Yo'q, aka kichkina time frame. Yo'q, H4 ekan. H1 edi. Undan oldingi SMT, ha. Keyin mana bu SMT. Mana men bir aytyapsiz, to'g'rimi? Boyagi H4dagi ko'rsatganingizdan zo'r tushar ekan. Katta bo'lganligi uchun. Yasab kelyapti-da, xullas. O'ziga shart-sharoit yasab kelyapti. H4. Qarang, OBga zo'r tegib ketib qolibdi mana shisham. Ko'rdingizmi? O'zidan hozirgi H4dan oldingi bitta H4 shakllangan-ku doji bashara bu. Manmi? Shu bilan tepaga chiqib ketadi menimcha. Shunaqa. Nice. Yomon emas. Zo'r. Mana epladingiz-ku. Yomon ko'rgan goldingizni ham tahririni qilerdingiz-u. Tushunsa bo'ladi. Buni ham просто hammasini o'ziga yarasha xarakteri bor-ku ularni. Yes sir. Katta bola bo'libsiz ancha. Молодец. Mana masalan, bu Aziya boshlanishida uchib ketaveradi aka, bu farqi yo'q unga. Kun ochilishi bilan ham uchib ketaveradi. Siz shu joyni retailskiy tahlil qilmang-da. Nega degan savolni bersangiz, bu fikrdan yiroqlashasiz, tushunyapsizmi? Demak, qaysidir kun berish kerak bo'lgan harakat qolib ketgan. Bu narsani ipda nima qilyapti? Davom ettiryapti. Algoritm davom ettiryapti. Nega? Qanaqa joyda? Qanday qilib degan joylarni bitta o'tirib yaxshilab ko'rib chiqsangiz, deysiz. Drake klipida bor-ku. Ana ko'k kiyimda Drake bilan bitta qora negr jo'rasi. deydi-yu. Gif ham bor edi-yu. Esladingizmi? O'shanaqa. Yaxshi. Молодцы. Zo'r, brat. Ancha nima desa bo'ladi? Ko'ngilni ko'tardingiz, kayfiyatni ko'tardingiz. Umingiz ziyoda bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Payoutlaringiz ko'p bo'lsin. Aytganingiz kelsin aka. Молодец. Keyingi safar shuni endi ko'proq qilasiz. Xo'pmi? Bu trade recap bo'lishi shart emas. Bu o'tmishdagi holatlarni ko'rib chiqib ham tavsiflab bersangiz bo'ladi. Degani. Bo'ldi. Shanba trade qila olmaysiz-ku. Shu hisobiga. Olasiz Bitcoin'ni ko'rib chiqing. Ketaveradi. Tushundingiz o'zingiz nima qilish. Bo'ldi.